Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 4 noyabr kechasida hop 2,5 ga 1,5 tiyinli prinsipimiz. Balandligi 1,50, 1,55 yo'q, 1,65 bo'lgan. Hop tiyinli prinsipimiz sotildi. Bu nasib bo'lsa internet magazin uchun ikkinchi prinsipimiz. Xo'p, shu Toshkentdan zakazdan olib kelib Qashqadaryoga tarqatish ular nasib bo'lsa. Polni shiviller yo'llari qalli stintlari brezent 450 gramm. Bo'ldi aka. Aka sog' bo'ling. Xo'p aka, sog' bo'ling. Chotki qilib berdik hamma narsalarni mana. Ko'rinishlar. Ketdi akamiz Toshkentga qarab. Aka qo'rqyaptimi birinchi marta haydashga? Birinchi marta ketyapman deydi.